Barchangizga assalomu alaykum. Azizlar 2024-yilda eng so'nggi rusumdagi fasonlardan azizlar bu uyimiz azizlar jiddiy transition qilingan rombik fasonda bo'libdi. Uyni fasoniga bitta baho berib qo'ysangiz juda ham chiroyli chiqqan. Qarang, 400 kvadratlik hovlini usta akalarimiz azizlar 20 kun ichida bitkazib berishdi. 12 ta viloyat bo'yicha azizlar chiroyli narxlarda urib berar ekanlar. Hozirgi videomizda narx-navolari nech puldan va mana shu 400 kvadratlik hovlimiz uyga jiddiy transition qilish nech pulga tushgan uyda egalariga. Agar sizlarni ham mana shu chiroyli transition qilish qiziqtirsa, bemalol murojaat qilasizlar. 10 yillik garantiya bor ekan mana shu devorlarga azizlar. Chiroyli holatda bitkazib beradilar. Lekin juda ham qiziq bo'lyapti. 400 kvadratlik usta haqqi, material hamma narsasi ichida nech pulga bitgan ekan, sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Boshladik. Xo'p, azizlar, mana shunday chiroyli uyni bitkazgan usta akamiz Javlon aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizlarga nasib bo'lsa yana bitta xonadon sug'urta oldik. Uy juda ham chiroyli chiqdi Javlon aka. Juda ham katta azizlar. Usta akamiz dahshat qilib chiqarib beribdilar. Nima qilyapsizlar? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Voy, yaxshimisiz? Yaxshiman, Yaxshimisizmi? Assalomu alaykum. Rahmat, xudoga shukr. Bir syomka qilayotgan edik. Bu uyingizda bir ustalar ishlayaptilar. Shu ishlarni xalqqa yoritib beryapmiz. Bular ustalar emas, bular tillolar bular. Ha. Bular ishida men davolimman. Ha, qanday bu? Degani rozi degani. Rozimisiz, hay? Ha, ashaddiy. Bu qayerdan usta akalarimizni topib telefon Bu qildingiz? kishilar Kattaqo'rg'ondan ekan. Ha. YouTube kanalida, Germanda YouTube kanalida bor ekan bularda qilgan ishlari. O'shandan topib gaplashib, mana biz ishimizni qilib berdi. Ha. Ishimiz zakonni. Ha, shu- Xudo shukr, mana qarang. Shu videodagidek ekanmi bu? Undan ziyod ekan. Ha. Chunki Parvardigor insonni piyluğuyga yarasha qiladi hamma narsani. Shunday bu. Agar ko'nglimiz ochiq bo'lsa, Ha. hamma narsa zo'r bo'ladi. Ustalarim ham zo'r. Ha. Yaxshi. O'zimni ko'nglimda adi ustalar. Gapi bu. Siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Ha, Xudoga shukr. Mana shunday biza el xalqqa yoritib beryapmiz. Usta akalarimiz ishlarini mana ko'rib chaqirishyapti. Mana siz ham shu ko'rib chaqiribsiz. Hamma g'amni siz xursand bo'lsangiz bo'ldi bu. Men bularni qilishidan, xarakteridan xursandman. Chunki Ha. bular xuddi o'zimning o'g'illarimdayin yaxshi insonlarning farzandi ekan. Rahmat. Ular umridan baraka topsin. Bular Rahmat. ishlab yurgan Javlon ham baraka topsin. Rahmat. Ular ishini omadini bersin. Agar kim masalan mana shunday ish qildirmoqchi bo'lsa, uyini bezatmoqchi bo'lsa, mana YouTube kanalida bulardaligi turibdi, manzillari, hamma narsasi qilgan ishlari. Ko'rib oramida gaplashsa, bular bilan gaplashsa bo'laveradi-da. Yo'q. Yo'q demaysiz bir syomka qilib ko'rsatsak. Maylimi uyda bu? Bemalol. Rahmat. Bemalol, mayli. Xo'p. Rahmat. Javlon aka, gap yo'q. Uyda egalar maqtashdi. Yaxshi qo'llagan. Chiqdi akalik. Haqiqatan ham zo'r chiqdi. 400 kvadrat dedik-a. 400 kvadrat. Qanchada bitkazdingiz Javlon aka? Endi devorda ishi borda 20 kunda bityapti. 20 kunda bitibdi. Azizlar, juda ham chiroyli fasonlardan biri. Bu uyimizga nimalar qilib berdingiz Javlon aka? Uyimizga rombikcha qildik aka. Rombikcha. O'sha Yaqinroq kelamiz operator, mana qaranglar rombikcha. Versace qilganmiz. Endi bilasiz, rombikchaga Versace yarashadi. Yarashadi. O'rtasiga kombinatsiya qilib cho'kadi. Versachisi bo'lmaydi, ha? Ha. Xo'p. Derazalar atrofiga 3D qilib o'zidan chiqarib bergan. O'zidan. Shunday. Lekin shu transitionchilarning ichida bitta siz mana shu chiroyli qilib chiqarib berasiz, shu derazalarga. O'zimiz topganmiz, o'ylab topganmiz. Ideya qilib mana shu chiroyli qilib chiqarib beribdilar, lekin haqiqatan ham dahshat chiqqan. Mana bu tomonida usta akalarimiz ishlashyapti, ha? Javlon aka. Shu Bolalar ishlayapti. oxirgi ishimiz mana shu ishimiz qoldi. Bu yerda hali o'rtasi mana bunday qizilcha qilinmagan ekan-a? Yo'q, bu yerda endi qiladi. Shu dag'dan skotch o'pishtirib kelyapmiz yo'lidan. Skoch o'pishtirillar ekan, mana ko'ringlar. Bitta shuni yaqinroqdan bir ko'rsatib o'ray sizlarga qanday qilinishini. Qarang, mana shu skoch o'pishtiriladi. Ko'rayotganlaringizdek, keyin buni ichi mana shunday nima qilinadi? Kraskacha qilinadi, keyin chiroyli chiqadi. O'zi bu polirovka qilingan ekan-a, devor. Ha, polirovka qilingan. Xo'p, hozir bu yerda ish jarayoni ketyapti azizlar. Bo'yoq ishlari nimalar? 20 kunda ichida mana shu usta akalarimiz bitkazib berishyapti, lekin gap yo'q, lekin chiroyli qilib chiqarib berishyapti. Rombik va 3D palasa bo'libdi-da, Javlon aka. Bu yerlar endi nima derazalar bir-biriga yaqinlanish uchun shunga 3D palasa qildik. Lekin qaranglar, ham ekonomik, ham chiroyli chiqadi. O'zi qaranglar, har bitta eshik derazalarida girdidan o'zidan chiqargan, uzoqdan ko'rganingiz xuddi bir nima yopishtirilgandek, ha? Ha, endi Pinoplexdan tega yopishtirgan bo'laydi. Endi uyda egasi shuni xohladi. Videolarni ko'rgan ekan shuni. Javlon aka o'zi asli bitta derazaga nech pullik yopishtirib berishi, penoplast nech pullik xarajatga tushadi? Masalan, odamlar yopishtirsa shu penoplast 250 ming 300 ming atrofida tushadi. bitta derazaga. Shunday. Endi bu yerda sanab chiqinglar, qancha 1 2 3 4 5 deraza endi o'zidan chiqarib berdik-da. Ha, Trantinni o'zidan. Shunday. Uyda egalariga juda ham ekonomli bo'pti azizlar. Ko'rib turadiganlaringiz, bu tomonlari ham rombik bo'pti. Xo'p, Javlon aka o'zi eng ko'p fasonlardan qaysi fasonlarda urib beryapsiz shu xalqimizga? Rombikcha birinchi o'chratda. Birinchi o'chirdan bu javon dahshat chiqadi. Shunday, rombikcha, keyin
3D palasa. 3D palasa shu aka. Nimaga yaltirayapti? Bu necha slot lak oldirasiz? Javlon X-log aka. polirovkasi bo'lgan, X-log laki bo'lgan ekan. Bu soyada shuncha yaltirayapti. Asosan quyoshda vahsha dahshat yaltiraydi, oynadek. Lekin juda ham zo'r, mustahkam. Kirdi o'ziga olmaydi. Necha yil garantiya beramiz Javlon aka? 10 yil garantiya beramiz. 10 yil garantiya beramiz, ha? Polni tepalarini Versace chiqibdilar. Har bitta ugli обязательно Versace bo'lishi kerak, ha? Javlon Shunday aka. aka, rombikchadan Versace tushadi обязательно. Ko'ryapsizlar, Versace chiqib, chiroyli qilib chiqarib berganlar. Xo'p, Javlon aka bu qayerda joylashgan? Manzilimiz aka? Bu Urgutda joylashgan, Urgutda. Samarqand viloyati Urgutda. Viloyat Urgutda joylashgan. Urgutda joylashgan, lekin kattagina hovli, 400 kvadratdan so'ng 20 kun ichida, lekin zo'r natija. Chiroyli qilib urib berganlar. 10 yil garantiya deyaptilar. Shunday, bu uyni egasi ham Koreya deydi. YouTubedan ko'rib chaqirib, ishimiz yoqqan ekan, qilib berdik mana. Patologlar bilan moslabsizlar-da? Patolog o'zimiz qilamiz, stollarimiz bu. Ha, ustalaringiz bor. Znash, Javlon aka patologga ham telefon qilsa bo'lar ekan sizga. Shu patologda, privatda hammasini o'zimiz qaranglar. Birdan skromni chiqqanda, ikov bir xil chiqqanda, to mana shu patologga moslaganmiz. moslagansizlar. Zo'r chiqqan do'stlar. Agarda patolog ham birdan bitkazaman desalaringizga, birdan chaqirsalar, telefon qilsangiz patologlar bilan bitkazib beradi. O'zi aslida birinchi patologda qilish kerakmi, deyoldimi? Nima maslahat berasiz? Birinchi o'rinda patolog qilishga, chunki patolog qilganda zazorlari ochiq qoladi. Ha, mana tepalari, zazorlari. Biz ularni to'g'irlab yopib, ustidan travertni Mana qilamiz. shu zazorlarni yo'qotish kerak. Birinchi patolog bo'lsa yaxshi. Agarda mana shu chiroyli patolog sizlarga ham qiziq bo'lsa, agar aziz bo'lsa qilish, bemalol usta akamizga murojaat qilsangiz, birdan hamma ishlaringiz bitar ekan, nasib bo'lsa. Shunday. Xo'p, Javlon aka, kvadratlari necha puldan boshlanyapti, necha pulgacha? $8 dan $10 qilyapmiz aka. $8 dan $10 Shunday. Xo'p, mana shu uyimizni necha puldan urib berdingiz, Javlon aka? $9 dan qilib berdik aka. $9 bo'ldi. Shunday, $9. Xo'p, 400 kvadrat bo'lsa $9 dan ham общий summasi 3600 bo'lyapti. 3600 bo'ldi. $3600 qariladi. Mana shu tashqari qismi, mana polniy tashqari qismi, bu yoqdan yana hali ichkarisi ham bor. Ichkarilar bilan 3600 ga usta haqi hamma narsa Shunday, hamma narsasi ichida. Uyda egasi hech narsa olib kelmadi o'zi. Uyda egasi olib berdi, devorda ishi bor, shunga deyin kafelnikli shunaqa narsa olib berdi. Qolgan narsa. Sizlar qaranglar, faqat mana shu lisani olib berasizlar do'stlar, usta akalarimizga. Keyin mana devorlaringiz yorug' bo'lsa, bir ikki xalta kafelnikli setkasi bilan tamom. Lekin hamma narsasi bo'yoq, skotch, lak, polirovka, hamma narsasi usta akalarimiz o'zlaridan ansa ko'rib turayotganingizdek mana shu chiroyli holatda ularsiz bitkazib beradi. Yana eng ishonarli tomoni 10 yil garantiyasi bor. Usta akalarimizga murojaat qilasiz, chunki bizlar Javlon akaning ishlarini ko'p YouTube tarmoqlariga qo'yib boryapmiz. Mana bobomiz ham YouTube tarmoqlarini ko'rib, chaqiribdilar, aytganlaridan ziyoda qilib mana chiqarib beribdilar. Gap yo'q. Xo'p, sizlar ham aziz mana shu katta hovlilaringizni mana shu summaga remont qilgan bo'lasizmi? Ayni aziz hozir paytida u saldan keyin sovuqcha tushib, hozir issiq, havolar zo'r. Mana shu fasad qismlaringizda remont qilib olsalaringiz bo'ladi. Usta akamizga murojaat qilsalaringizga 12 ta viloyat bo'yicha narx-navo bir xil qilib beramizmi? Bir xil. Kvadrat kattaroq bo'lsa, uzoqroqda. Uzoqroqga kattaroq bo'lsa yaxshi-da. Shunday, borib kelish nimaga? Xo'p, Tojikiston, sal uzoqroq nimalar chiqsa qanday qilamiz, Javlon aka? Chiqamiz-a Tojikistonga ham. Tojikistongacha ham chiqib, azizlar nima qilib beradilar. Mana shu katta hovlimiz $3600 ga bitgan, lekin juda ham zo'r summaga bitibdi. Usta haqqi, material, hamma narsasi ichida. Katta hovli 3600 ga bitgan. Bemalol murojaat qilasizlar, Isroil kanal nomidan chiqib desangiz, yana bir ikkita bonuslar qilib beradi, ha? Javlon aka. Nasib bo'lsa. Xo'p, uyda egalari tomonlaridan lisa, kafelnik kley. Bo'ldi. Qolgan hech narsa kerak emas. Yo'q, qolgan hech narsa. Avans tomonlama qanday qilamiz, Javlon aka? Avansda ishni boshlashimizga 50% beradi, chunki hamma narsani olib kelib, ishni boshlashimiz kerak. Keyin ishni davomida oxirida beraveradi. Tushunarli. Uyda egalari bo'lmasa ham mana shu chiroyli qilib bitkazib chiqib ketasiz, ha? Ha, bemalol. Azizlar, sizlar agar uzoqdan bizdan kuzatayotgan bo'lsalaringiz, masalan, Yevropalardan uzoqdan kuzatayotgan bo'lsalaringizga, sizlar uyda bo'lmasalaringiz, просто bitta odam qilib bersalaringiz bo'ldi. Polni o'zlari bitkazib, kulishni topshirib ketadilar, Javlon aka. Gavi aka, ishingiz zo'r chiqibdi, qo'lingiz dard ko'rmasin, obunachilarimiz telefon qilishadi, o'ylaymanki, mana shuni chiroyli holatda bitkazib berasiz degan umiddaman. Ha, nasib bo'lsa qo'ldan kelsa aka, xudo xohlasa. Azizlar, mana ko'rib turayotganingizdek, mana shu chiroyli fasonda bo'lgan, rombik fasonda bo'lgan, lekin juda ham chiroyli chiqibdi. Bu yerda usta akalarimiz o'sha mana shu oxirgi devorni bitkazishyapti. O'zi skochlar yopishtirib, polirovka bo'lingan ekan, oxirgi jarayonga ketyapti. Javlon aka, rahmat, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Bizlar ham xursand bo'ldik. Endi aslan biz shu uyda egalarini bilmoqchi bo'lamiz, fikrlarini. Uyda egalari как раз chiqib qoldilar, yaxshi bo'ldilar aka. Azizlar, bemalol murojaat qilib, usta aka qo'llari gul, ancha yillik opitlari bor. 8 yil bo'ldi, Javlon aka. 8 yildan beri mana shu ishda azizlar, usta akamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Rahmat, chiroyli chiqibdi, Javlon aka. Mayli aka, rahmat. Salomat bo'ling. Xush kelibsizlar.